Mana shu texpasportni endi har 5 yilda 2.818.000 so'm to'lov to'lab almashtirib turishimiz kerak bo'lyapti. Bu tizimning asosiy maqsad nima bilasizmi? Yo'q joydan, havodan yangi to'lov joriy qilib, demak xalqdan 2.818.000 so'mni olish. O'zbekistonda o'rtacha 5 million dona avtomobil mavjud. Endi har 5 yilda 1 million dona avtomobil o'rtacha yiliga texpasportni almashtirishni hisobga olsak, bu yiliga 2 trillion 818 milliard so'm pul xalqning chunchagidan kissasidan ketyapti deganini bildiryapti. Ushbu tizimni biz bemalol bekor qildira olishimiz mumkin. Faqatgina siz videoga maksimalni like bosib, do'stlaringizga, yaqinlaringizga videoni tarqatib qo'ying, komment yozing. Chunki ushbu videomiz kerakli joylarga, kerakli shaxslargacha yetib borish kerak. Hurmatli Ichki ishlar vaziri Aziz Tashpo'latov, sizni tungi 12:01 gacha xalq dardini eshitib, yechim berayotganingizni ko'rib turibmiz bemalol. Demak, iltimos qilaman sizdan ushbu adolatsiz bo'lgan tizimni, demak, har 5 yilda texpasportni almashtirish talabi qo'yilayotgan ushbu tizimni iltimos qaytadan ko'rib chiqib, bekor qildirib berishingizni so'rayman. Chunki bu tizimdan, demak, dunyoning rivojlangan davlatlari o'zi voz kechib bo'ldi, texpasportni elektron ravishda, demak, elektron ko'rinishga almashtirib bo'lishgan. Lekin nega biz hali ham eskilik sarxda bo'lgan tizimda qolishimiz kerak?